Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha Qodirobozorda posадка jarayonlari tugab, yo'lovchilarimizda skaner jarayoni boshlangan. Har bitta yo'lovchimizning biletlari skanerdan o'tkazilib, so'ngra avtobusga bemalol joylashib olishlari mumkin. Yaqinroqdan kuzatishingiz ham mumkin. Agarda sizga ham ishonchli bo'lgan biletlar kerak bo'lsa, hamyon va qulay narxlarda Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizda biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki qarshingizda turgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Barchani Sobir Rahimov avtovokzalida kutib qolamiz.